bir odam o'zini bilimsiz his qilishi, men buni har kuni his qilaman. Kitob o'qiganimda Navoiyni Hayratul Abror haqida, Hayratul Abrorni qancha o'qidim. Bor jaholat ichidaligimni his qilaman har doim. Va buni hech qachon bekitmayman. Boshqa bir suhbatlarda, konferenslarda, olimlar bilan uchrashuvlarda har doim his qilaman johilligimni. Bu juda tabiiy hol deb bilaman va o'sha yerda u mendan ustun bo'lgan bilimda, tajribada u insonlardan o'rganishga harakat qilaman va buni seva qilaman. Bundan bir uyat, bir tortinish, bir yerga urilish, bir narsa his qilmayman ya'ni. Bilmaganini so'rab o'rganasiz ya'ni. Olim bo'lish uchun. Agar yo'q, men unaqa emasman desangiz, boyaga maqolimga o'xshab orlanib so'ramagan o'ziga zolim emasda qolib ketasiz. Ya'ni zulmni o'zingizga qilgan bo'lasiz. Menda bilimsizlik bor ekan, u odamlarga qiyoslaganda men hech kim emas ekanman. Bu qanchalar yaxshi, buni anglash va buni tan olish, buni qabul qilish va bir narsalar o'rganishga kirishish bu yaxshidir. Ammo ikkinchi bir mendan hech narsa chiqmas ekan, men o'zi bo'lganim shu ekan. Desangiz eng katta xatoni o'sha yerda qilgan bo'lasiz. Bu normal holat. Men aytayapman, har kuni jaholatimni qancha his qilaman. Ammo bu meni baxtsiz qilib bo'lishga emas, bu meni harakatlanishimga sabab bo'ladi.